ko'ryapsizlar. Mana shu xurmo 3 yoshdan boshlab taraqqi oling. Mana shu xurmo mana 3 yoshdan boshlab ya'ni hosil qiladi. Mana shu xurmo. Hojotalar. Ularda o'sha erkagi va ayoli bo'ladi xurmoda. Shu erkagining yonida ayoli bo'lsa, o'sha ayolining o'rtasida o'sha bola yana o'sha chiqadi. Bu ham odamga o'xshaydi. Uni boshida miyasi bor, proses turadi. Lekin erkak ayolning o'rtasida bola chiqqandan keyin shu bolasini ajratib olib turib, o'sha xurmo ko'rib turadigan 30-40 metr joyga qo'yadi. 3 yoshdan boshlab o'sha xurmo solishni boshlaydi. Xurmo 10 kilodan boshlab 100 yoshgacha yashaydi, ya'ni xurmo daraxti. 300 kilogacha o'sha hosil beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ajib hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajvani yaxshi ko'rganlar. Ajva qanday deganlarida qora xurmo mana yaxshi bilamiz. Rasululloh hadis bor. Agar kimki mana shu ajvani deydilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Uyda bo'lsa, unga sehr ta'sir qiladi. Ajva, hali ko'p turgali sehrlangan bo'lsa ham, mana shu ajva qora xurmoni esa Alloh taoloning iloyati bilan unga sehr ta'sir qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajvani yaxshi ko'rganlar. Ajva degan qora xurmo. Va hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ko'rib turibmiz xurmoni o'rtalarida mana shu bunga o'xshagan narsalarni mana ko'ryapsizlar, qo'limdagi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yotadigan to'shaklari va hamda boshiga qo'yadigan yostiqlari shu bo'lgan. Hatto hadislarda kelgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uxlab turganlarida yuzlarida mana shuni izlari bo'lgan. Rasululloh